Bir inson bor e'tibori va quvvatini faqatgina ishga berib, vaqti kelib kattagina biznesmenga aylanibdi. Million dollarlarga ega bo'libdi. Lekin shuni anglabdiki, umri davomida na dam olibdi, na oilasiga tuzukroq vaqt ajratibdi. Va o'ziga yana bir maqsad qo'yibdi. Ishlashni bas qilib, 1 yil dunyo kezib hordiq chiqaraman deb niyat qilibdi. Ammo bu qaroriga kelib ulgurmasidan uning oldiga ajal farishtasi paydo bo'lib, ketamiz endi debdi. Millioner farishtadan ozgina vaqt berishini iltimos qilibdi. Menga 3 kun yashashimga imkon ber, boyligimning 3dan 1 qismini senga beraman. Farishta ko'nmabdi. Xo'p, unda hamma million pullarimni ol, faqat menga bu dunyoning go'zalliklaridan bahra olay. Anchadan buyon birga bo'lmagan oilam bilan birga bo'lish uchun 1 kun vaqt ber deb yolvoribdi. Ammo farishta qarorida qat'iy edi. Shunda biznesmen o'g'liga xat yozish uchun 1 daqiqa vaqt so'rabdi. O'lim farishtasi mayli debdi. Vaqtning qadriga yet o'g'lim deb yozibdi u kishi. Men umrim davomida to'plagan millionlarimga hattoki 1 soat ham vaqtni sotib ola olmadim.